Salam dünyalar, qaysichalar qarindoshlar, hozirgi vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Mening ismim Muzaffar. Mushu yaqinqi 1-2 hafta ichida Turkiyadagi oltin, dollar, yevroning tuyuqsizlam tez suratda o'sib ketishining sabablarini so'rab, nurg'un qarindoshlar uchur qildi va mush to'g'risida bir tal video ishlatishimni talab qildi. Shunga bu videomda bularning qanchalik o'sadiganligini sizlarga so'zlab berma va tushuntirib qo'yma va kelgusidagi bir qancha hafta yoki bir qancha oy ichida yani qanchalik o'sadiganligi aloqador farazlarimni o'tirib qo'yma. Men bu virus Turkiyada yangi boshlagan vaqtlardan beri eng yaxshi va eng ishonchli mablag' silishdan gram oltin yoki ons oltin ekanligini ta'kidlab keldim. 3 oylardan boshlab atrofimdagilarga, tanishlarimga va mendan maslahat so'raganlarga shu gram oltinga mablag' silishini so'zlab keldim. 3 oylarda yani 5 oy burun gram oltinning 1 gramining 300 lira bilan 320 lira ekanligini ko'ra olamiz. Hozir bo'lsa gram oltinning 1 gramining bahosi 455 liragacha o'sib ketdi. Faqat 5 oy ichida yani 3-oydan hozir 8-oygacha bo'lgan oralikda 150 dan 160 liragacha o'sib ketgan bo'ldi. Nurg'un qarindoshlarimiz 300 liradan, 320 liradan, 350 liradan, 380 liradan ve hatta 400 liradan oltin alganlar bo'ldi. Hammalarning topgan foydasi barkatlik bo'lsin. 2 oyning oldida yani 6-oylarda bir qarindoshimiz uchur qilibdi. İşte uyolay degandim, uyning baholari pek o'sib ketibdi. Yani 3-4 oydan keyin kildigan biroz pul botdi, shuni qo'shib uyolay. İşte 3-4 oy ichida mablag' sab qo'yilgan bir tavsiyangiz bormi? Qulamda 600 mingga yaqin pul botdi, shuni mablag' sab qo'yib qo'ya bo'lmasa TL'pi tutursa bu pulamning qiymati tushib ketishi mumkin deb menga uchur qilibdi. Ama shu chog'da oltin ila onda bo'lsa dedim. Shu vaqtda gram oltinning bahosi 360 ve 370 atrofida. Bu qarindoshimiz 363 liradan 600 minglik oltin oldi. Hozir oltin bo'lsa 460 ga chiqdi. Ve 2 oy ichida bu qarindoshimiz az deganda 140 ming ya 150 ming lira pay topdi. Yani 600 minglik sağlam mablag'ı hozir 740 ming 750 ming lira atrofida bo'ldi. Men har qitim ta'kidlab kelgandek, mendan mablag' tavsiyasi so'ragan do'stlar, agar pul topsangiz, cho'qim bir qismi yordamga ehtiyojli qarindoshlarimizga bo'lib bering. Men sizdan hech bir narsa talab qilmayman. Haqiqiy pul topishning yo'li boshqalarga bergan sadiqalarimizdan va yaxshiliklarimizdan keldi. Ben bu videoda sizga dollar e'lon yoki oltin e'lon degandek gaplarni demayman. Faqat sizga nima ish qilmoqchilik o'sib ketganligini, keyingi kunlarda qanday bo'lganligini so'zlab berman. Mablag' silish yoki solmaslik sizning o'zingizning qarori. Oltin, dollar, yevro yana o'samdi degan savol kelsak, o'sidi. Mening shaxsiy fikrim yana o'sidi. Lekin bu yerda muhim bo'lgani o'sishlar emas, qachon o'sadiganligi yoki nima ish qiladiganligi. Hozir ekran qarag'inimizda oltinning o'sishi ayrim bir ahvol, dollarning o'sishi ayrim bir ahvol, yevroning o'sishi ayrim bir ahvol. Eng oddiy shaklda sizlarga tushuntirib berishtirishman. Oltin, dollar, yevro bu uchini ayrim sizlarga so'zlab berman. Oltin o'syotdi, lekin haqiqiy bahosi kelmadi. Bularning ichida eng ishonchli va kapolatli mablag' silish bo'lsa oltin. Chunki oltinning qiymati dollar qarta hisoblandi. Hozir dollarning haqiqiy bahosi kelmadi. Shu bir oyning yoqi davlat dollarni 7 ning ostida tutishga tirishayotdi. Buni bugun 8-oyning 5-kuni dollar 7 dan oshib ketdi. Davlat dollarni tushirish va turoqlik tutish uchun bozorga, ya'ni piyosaga 100 milliard dollar pul soldi. Lekin dollar bu yil 7.20 bo'lgan eng yuqori chekini eshib chiqdi. Buna asos sabab bo'lsa, liraning qiymatining tushib ketishi ve aldığımızdaki Amerika'nın sayılamları tüpeyilden dolar yani üstü ketdi. Liraning qiymati nima ish tushib ketdi deganda, chunki shu virus chiqqandan yoqi Turkiya hukumati boshqa davlatlarga o'xshash pul ishlab chiqardi va to'xtamay pul bosdi. Hozir mana bu tabloni bir ko'rib boqili. Yani 2-oy bilan 3-oy atrofida, yani virus Turkiyaga yeng kirgan vaqtlarda Turkiyadagi bozorda, yani piyasada 160 milliard TL pul bor ekan. Hozir bo'lsa piyasada 247 milliard pul bor. Yani bu Merkez Bankasining va davlatning ishlab chiqargan puli 247 milliard pul bisibdi. Hozirgacha shu virus kirganda hozir bo'lgan ahvolda 247 milliard lira pul bosgan bo'ldi. Aslida normalda piyasada 150 milliard bilan 160 milliard atrofida pul bo'lsa normal bo'ldi.
Şuna hazır piyasada yani bozorda lira ko'payib ketganligi uchun liraning qiymati muşdan qarta tushib ketdi. Bir narsa qancha ko'paygan sari u narsaning qiymati tushib ketadi degan to'q burunqi darslarimizda. Shu o'xshashla TL'ning ko'payib ketishi pulning qiymatini tushiryapti. Yani bir sebep gelsek bizden yani Türkiye'nin algan qarzlarından to'laydigan vaqt kelib qoldi. Bu qarzlarni dollar hisobi bo'yicha algan, yani qaytadan dollar hisobi bo'yicha qaytirdi boshqa davlatlarga. Shunga piyosadan yani bozordan ko'p miqdorda dollar sotib oldi. Ko'p miqdorda dollar sotib olg'achqa dollarning qiymati shundan qarta yana o'sib ketdi. Shunga bu yil ichida dollar 7.20 bo'lgan eng yuqori chekini qaytadan buzib chiqdi. Hazır ekranda onus altından bir yıllık ösüşünü ve düşüşünü görebiliriz. Onus altın emas, burun iqtisod darsini so'zlagandek 31 gram oltinning dollarga bo'lgan bahası. Yani bir onus altın 31 gram oltinga tava. Onun bahası olsa 2034 dollarga o'sib turgan. Hazır bu grafikte 2019 yılı 8. aydan 2020 yılı 8. aygacha bo'lgan aralıkni ko'ramiz. Muşu bir yıl muşu bir yıl içinde to'xtama üstü qaratmoqda. Yani to'xtama üstü. Fakat 2020 yıl 4. aylarda bir qitim tushib ketdi. Yani 1674 dollardan 1450 dollarlargacha tushibdi. Lekin bu tushishmi bek uzun vaqt davom qilmabdi. Faqat bir ikki haftalar davom qilibdi. Andan keyin qaytadan o'sish qaratmoqda. Oldimizdagi bir ikki oy ichida mushunga o'xshash tiz tushishni yana bir qitim yaşayışımız mümkün. Belkim onus altından bahsi 2050 dolar yoki 2100 dolarni oshgan vaqtda bo'lishi mumkin. Bugun onus altından bahsi 2000 dolardan oshib ketdi. Agar oldimizdagi bir qancha hafta ichida onus altından bahsi 2050 dolarni va yoki 2100 dolarga chiqib qolsa, dollarning bahsini 7.10 yoki 7.20 ga o'sib ketib qolsa, mush kelgusi bir ikki oy ichida gram altının bahasını birlikte hesaplayalım. Mesela onus altının bahasını 2050 dolarga çıktı desek, bir onus altını 31 gram altınga teng degan to. Bunu bölsek 1 gram altın 66 dolarga teng oldu. Bunu 7.20 ga chiqqan dollarga ko'paysak, kelgusidagi 1 gram oltinning 476 lira o'sadiganligini ko'rdik. Hozir 460 chiqdi. Ya'ni bir qancha hafta ichida 475 bilan 480 atrofiga chiqadiganligini mo'ljallayman. Oltinni ikki sabab tushiradi. Birinchisi bo'lsa Brent petrol, ya'ni xom neft, yana birisi bo'lsa dollarning tushishi. Dollarning qiymati hozir dunyoda tushyapti, lekin bizning Turkiyada yuqorilayapti. Xom neft bo'lsa Muşu bir yıl içinde ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Hozir ekranda ko'rganimizdek 60 dollardan 16 dollargacha tushib ketdi. Yana qaytadan asta-asta o'ziga qaytib kelyapti. Hozir dollarning o'sishining asosiy sababi bo'lsa, TLning qiymatining tushib ketishi. Oltinning qiymatining o'sishi bo'lsa, faqat dollarning o'sishidan o'smadi. Chunki butun dunyoda hozir oltinning qiymati o'syapti. Bizning iqtisodning, yani Turkiyaning iqtisodining ojizlab ketishiga sabab bo'lsa, pul pahalılık meselesi mevcut. Pul pahalılığı yani enflasyon qanday hesaplandı deganda 2020 yılı Türkiye Merkezi Bankası pul pahalılık nisbetini 8.9 deb hesapladı. Lekin hozir haqiqiy aks ettirilgan bundan yuqori deb o'ylayman. Pul pahalılığını eng oddiy qilib aytganimizda oldingi 100 lira bilan Migros'dan yoki boshqa bir tanlo bozoridan olgan narsangizni bu yili 109 liraga ola olasiz degan gap. Lekin siz o'zingiz berib sinab ko'ring, balki texim yuqori bo'lishi mumkin. Buni orasidagi farq pul pahalılık nisbatini chiqarib berdi. İnsanlarda yerlik pulga bo'lgan ishonchi azaygancha topgan pullarini yoki chiqqan pullarini dollarga yoki oltinga almashtirib saqlaydi. Shunga piyasada, ya'ni bozorda dollar bilan oltinga bo'lgan talab chiqargancha bularning bahsi shuncha o'sidi, yerlik pulning qiymati bo'lsa tuvallanmaydi. O'xshashla hozir nurg'un elektronlik mahsulotlarning bahasi o'sib ketdi. İnsanlar bir oylik maoshiga bir telefon ololmaydigan darajaga kelib qoldi. Mashinalarning bahasi nihoyat yuqorilab ketdi. 4-5 oy burun 100 ming liralik mashinalar hozir 150 ming, 180 ming liraga o'sib ketdi.
8, 9, 10 aylarda iqtisodiy tarafdan biroz ig'ir kunlarni kechiramiz. Amerikadagi saylovlarmi dunyo iqtisodiga ta'sir ko'rsatgan omillardan birisi. Şuna Amerikadagi saylovlarning tugashi bilan va oltinning bahosi 470 va 480larga chiqqan vaqtda asta-asta oltindan ayrilsangiz bo'ldi. Agar oltindan chiqib dollarga mablag' solmoqchi bo'lsangiz, xabarlarni yaxshi kuzatishingiz kerak. Agar xabarlarda Amerika Markaziy bankasi Federatsiyasi o'simni o'stirdi deganday xabarni ko'rgan vaqtingizda, ya'ni Fed foiz orttirma qarori ochiqladi degan xabarni ko'rgan vaqtingizda dollar ilishga tutish qilsangiz bo'ldi. Yana bir xabar bo'lsa, Amerika Markaziy bankasi Federatsiyasi dollar besishni to'xtatdi yoki sınırsız dollar besishni to'xtatdi degan xabarni ko'rgan vaqtingizda dollar olsangiz bo'ldi. Chunki Amerikada kasallik ahvoli og'irlashgandan keyin sınırsız pul besishga boshladi. Ya'ni uzluksiz dollar besishga boshladi. Agar sınırsız dollar besish to'xtasa, dollarning qiymati texim yuqorilaydi. Normalda bir davlatda sınırsız, ya'ni uzluksiz pul ishlab chiqargan vaqtida puli paxollashib ketadi. Ammo dollar bunga o'xshamaydi. Chunki butun dunyoda dollarga bo'lgan ehtiyoj nihoyat yuqori bo'lg'achqa, boshqa davlatlarda qiymati sal tuvallab ketdi, lekin insonlar yana to'xtamay dollar ilyotidi. Hozirgidek boshqa davlatlarda dollarning bahosi tushgan vaqtida arzon vaqtda nurg'un davlatlar qo'lga to'playotidi, chunki qarzlarini va tijoratlarini dollar bo'yicha ishlatadi. Agar Amerika uzluksiz pul besishni to'xtatgan vaqtida va piyosadan, ya'ni bozordan dollar to'plagan vaqtida dollarning bahosi nihoyat tezlab o'sib ketadi. O'xshashdan bizning bu yerdami 7-8 lira bo'lib ketishi mumkin. Hamda yevroning o'sishidagi sabab bo'lsa, yevro TL rekordini buzib tashildi. Yevro o'rlayotganda nimishqa dollarning o'sishi cheklik bo'ldi degan xabar. Bu xabarda Yevropaning normallashishi va asli kelish musobaqasining qanoatlanarli ekanligini, iqtisodiy qo'llash va qovlashning iqtisodning asli kelishiga aktiv ta'sir ko'rsatganligini, dunyo miqyosida Yevropaga bo'lgan ehtiyojni oshirganligini o'ttirib qo'yibdi. Dunyodagi mablag' soluvchilar yevro bilan dollarni statistika qilgan vaqtida Amerikadagi uzluksiz, ya'ni sınırsız pul ishlab chiqarishni va kasallik ahvollarining qanoatlik emasligini ko'rib, Yevropaning bo'lsa normallashiga qarab manganligini, 750 milliard yevro bozorga yordam beramiz deganiga qarab, Yevropa bozoriga 750 milliard yevro yordam bera oladigan holatda bo'lsa, bular davlatlardagi iqtisodni qo'llaydi ekan. Undaq bo'lsa, men yevroga mablag' solay, pulam yevroda bo'lsa qimmatlanganday qildi deb yevroga mablag' soldi va yevroning qimmatini texim yuqorilashtirdi. Yevroga qaragan vaqtimizda bir hafta 10 kun burun 7.90lardan 8.36gacha bo'lgan bir tez o'sishni ko'ra olamiz. Oxirgi 1 yilga qaragan vaqtimizda 6.15lardan 8.36gacha bo'lgan bir o'sishni ko'ra olamiz. Unda bo'lsa, oxirgi 1 yilda eng ko'p pul topqizgan va eng qimmatlangan mablag' solishtirib bo'lsa, yevro 6.15dan 8.37 ga chiqibdi. Ya'ni 1 yil ichida 2 lira 20 kurushdek o'sibdi. Dollar bo'lsa 5.46lardan 7.20 ga chiqibdi. Ya'ni 1 lira 74 kuruşgacha o'sibdi. Oltin bo'lsa, oxirgi 1 yil ichida 260dan 460 gacha chiqibdi. Ya'ni 1 yil ichida 200 lira o'sib ketibdi. Shu oxirgi 1 yil ichida bu 3 yilning ichida eng ko'p pul topqizgan va eng qimmatlangani yallam oltin bo'libdi.